Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimizda sizlar bilan Linux File Management, Piping and Redirection, Searching and Text Manipulation shu mavzularda ko'rib chiqamiz. Har doimgidek biz terminalni ochib olamiz va sudo komandasi orqali root huquqiga o'tib olamiz. Endi esa ls komandasi orqali mana bizga papkalarning nomini chiqarib berdi. Endi mkdir komandasi orqali, mkdir bu bilasizlar, make directory. Bu nima desanglar, bu papka yaratish. Endi mkdir qilib turib files deb yozsam, ko'rishingiz mumkin, bizga files degan papkani yaratib berdi. Endi bunga kirish uchun cd files deb enter tugmasini bosamiz. Buni ls komandasi orqali ham yana bir bor ko'ramiz. Mana ko'rishingiz mumkin, files degan papka yaratib berdi bizga. Endi buning ichiga cd files deb turib kiramiz. cd bu bilasizlar, ya'ni change directory. Mana files papkasini ham ichiga kirib oldik va ls komandasini bossam, bu yerda hech narsa yo'q deb ko'rsatyapti. Bu pustoy ichi buni hozir. Xo'p, endi biz touch komandasi orqali, touch bu fayl yaratib beradi. Biz main.txt deb turib txt fayl yaratib oldik. Bu yerda txt bo'lishi mumkin, oxirida py bo'lib python fayl bo'lishi mumkin. Bu touch komandasi bizga fayl yaratib beradi. Mana ko'rishingiz mumkin, ls komandasi orqali tekshirganimizda ham bizga mana main.txt degan fayl yaratib berdi touch komandasi. Endi bu main.txt'ni o'chirib tashlamoqchi bo'lsam, rm deb yozib, main.txt deb enter tugmasini bosaman. Mana ls orqali tekshirganimizda ham o'chib ketdi. Bu fayl endi yo'q. Xo'p, rm nima desanglar, bu rm remove. Xo'p, kelinglar mkdir orqali main degan papka yaratamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda ham ls orqali tekshirganimizda main degan papka yaratildi. Rangi ham o'zgarib qoldi, ko'rishingiz mumkin. Endi kelinglar main degan papkani ham o'chirmoqchi bo'lsak, nima qilamiz desanglar, bu main degan papkani o'chirmoqchimiz. rm deb turib main deb yozsak, mana ko'rishingiz mumkin, rm cannot remove is directory deyapti. Bu chunki directory papka rm orqali o'chirib bo'lmaydi. O'zi rostdan ham rm orqali o'chirib bo'lmaydi, chunki rm faqat fayllar uchun ishlaydi. Endi papkani qanaqa o'chiramiz desanglar, rmdir orqali, rmdir deb yozib, main deb yozsak, mana o'chib ketdi. Buni ls orqali tekshirganimizda ham ko'rishingiz mumkin, main degan papkamiz o'chib ketdi. Endi bu yerda mkdir orqali main qilib, main papkasini yaratib olamiz va cd komandasi orqali main ichiga kiramiz. Mana ls orqali tekshirganimda ham ko'rishingiz mumkin, main papkasining ichida hali hech narsa yo'q. Touch komandasi orqali biz main.txt faylni yaratib oldik va ls komandasi orqali tekshirganimizda bu yoqda ko'rsatib beryapti, main.txt fayl ochildi. Endi cd joy tashlab turib ikkita nuqta qilsak, biz main papkasidan chiqamizda bu yoqda ko'rishingiz mumkin, files papkasiga o'tdik. Bu cd komandasi bitta orqaga qaytadi. Mana ls qilsam mainni ko'rishimiz mumkin biz. Endi bu main papkasini o'chirmoqchiman. rmdir deb turib main deb yozganimda mana ko'rishingiz mumkin, directory not empty deyapti, ya'ni papka bo'sh emas deyapti. Shunga xatolik beryapti. Ichida fayl bo'lsa, mana shunaqa bo'ladi papkani. rmdir komandasi faqat bo'sh papkalar uchun ishlaydi. Endi buni qanaqa o'chirib yuboramiz desalar, rm deb turib bo'sh joy tashlab dash, ya'ni chiziqcha rf main deb yozamiz. Bu ichidagi papkalari bo'ladimi, fayllari bo'ladimi, hamma narsasini o'chirib tashlaydi bu komanda. Mana ko'rishingiz mumkin, ls komandasi orqali tekshirganimizda ham o'chib ketdi, hech narsa ko'rsatmayapti. Xo'p, qaranglar, bizda nano komandasi bor. Buni touchdan nima farqi bor desanglar, touch main.txt qilganimizda faqat faylni yaratdi, bo'ldi. Biz terminalda shuni ko'rishimiz mumkin, ls qilib chiqarganimda, ls deb yozganimizda mana ko'rishingiz mumkin, main.txt deb. Xo'p, endi nano desanglar, bu nima desanglar, nano text editor. Xo'p, nano deb turib test.txt deb yozib enter tugmasini bossam, ko'rishingiz mumkin, birdaniga o'sha tekstni yozgan text editor ichiga kirib ketdi. Ham faylni yaratdi, ham uning ichiga kirdi.
Mana endi buni ichida salom deb tekst qoldirishim mumkin yozib. Endi buni saqlash uchun Ctrl O deb bosib, O harfini bosib, Enter tugmasini bosamiz. Keyin bu yerdan chiqib ketish uchun Ctrl va X tugmalarini bosib chiqib ketamiz. Mana endi ls qilsam bu yerda test.txt degan faylimiz ham bo'ldi. Xo'p, bizda cat degan komanda bor. Bu cat nima qiladi desanglar, cat o'sha biror bir faylni o'qishimiz uchun, ko'rishimiz uchun terminalning ichida chiqarib berish uchun ishlatiladi. Ya'ni o'qish uchun. Xo'p, endi cat deb turib test.txt qilsam, mana ko'rishinglar mumkin. Boya salom deb yozgan edik. O'shani chiqarib beryapti bizga. Endi rm deb turib test faylini o'chirib tashlashim mumkin. Endi cat main.txt qildim. Bu yerda bo'sh hech balo chiqarib bermadi, chunki uning ichi main.txt ichi bo'sh edi. Endi sizlar bilan move komandasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni mv deb yoziladi. Bu move. Bu komandaning ikkita vazifasi bor. Hozir sizlar bilan shuni ko'rib chiqamiz. Birinchisi biror bir faylni biror bir papkaga ko'chirish uchun, ikkinchisi bo'lsa biror bir papka yoki faylni nomini o'zgartirish uchun ishlatiladi. Xo'p, endi ls qilamiz. Bu yerda main.txt turibdi. Endi mkdir orqali main papkasini yaratib olamiz. Mana ko'rishinglar mumkin, bu yoqda main papkasi yaratildi va main.txt fayli bor bu yerda. Endi bu yerda move deb turib main.txt qilib main deb yozsam, bu yerda nima qilyapti desanglar, bu yerda bu komanda nima vazifani bajaradi desanglar, main.txt faylini main papkani ichiga ko'chir degani. Bu komanda shu uchun ishlatiladi va enter tugmasini bosaman. ls deb tekshirganimda ko'rishinglar mumkin. Faqat main degan papkani o'zini chiqarib berdi. Tepadagi main.txt'ni chiqarib bermadi. Chunki buning ichiga o'tdi mana. Endi main degan papkani ichiga kirmasdan uning ichidagi ma'lumotlarni ko'rish uchun ls qilamizda main deymiz. Mana ko'rishinglar mumkin. main.txt bu papka main papkasining ichiga ko'chirildi. Kelinglar, kirib ham ko'rishimiz mumkin ichiga, main papkasining ichiga kiramiz va ls bilan tekshirganimizda ham mana main.txt bu yoqqa muvaffaqiyatli ko'chirilgan. Move komandasi orqali. Endi cd ikkita nuqtani bosib turib chiqib ketamiz va ls deb yozsam, mana ko'rishinglar mumkin, main papkasi turibdi. Endi kelinglar, o'sha main papkasini nomini o'zgartirmoqchimiz. Buning uchun move deymizda, main deb yozib test deb yozamiz. Mana ls bilan tekshirganimizda testga o'zgardi main papkamiz. Mana endi test papkasini tekshirmoqchi bo'lib ls va test deb yozganimizda ko'rishinglar mumkin, main.txt turibdi. Endi touch komandasi orqali test.txt deb test faylini yaratdim. Bu yoqda test papkasi ham turibdi. Xo'p, endi move komandasi orqali test.txt qilib main.txt qildim va enter tugmasini bosdim. Va ls orqali tekshirganimda ko'rishinglar mumkin, bu yerda test.txt faylimizning nomi main.txt fayliga o'zgardi. Bu yerda biz xo'p, sizlar bilan mana move komandasini ko'rib o'tdik, ikkala vazifasini ham. Xo'p, endi sizlar bilan piping and redirection mavzusini ko'rib chiqamiz. Xo'p, sizlar bilan o'zgaruvchilarni ko'rib chiqqan edik. Xo'p, names deymanda barobar Bahriddin deyman. Keyin echo dollar belgisi names deb yozganimda mana Bahriddin degan o'zgaruvchini bizga chiqarib beryapti. Xo'p, endi qaranglar, bunaqa belgilar bor, bunaqa narsalar bor. Sizlar bilan hozir shuni ko'rib chiqamiz. Mana ls qildim. Bizda mana main.txt va fayli bor va test papkasi bor. Xo'p, endi echo deb yozib, joy tashlab qo'shtirnoq ichida this is test deb yozib enter tugmasini bossam, bu yerda mana this is test deb chiqarib beryapti.
Xo'p, klaviaturadagi strelka belgisini bossanglar, shunaqa oldingi qanaqa komandalar ishlatgan bo'lsanglar, shularni chiqarib beradi. Men hozir boya ishlatgan komandamizni chiqarib oldim. Bizdan boya ko'rganimizdek shu belgini nima vazifa bajarishini ko'rib chiqamiz hozir. Xo'p, bu belgi va main.txt deb yozdim. Bu nima vazifani bajaradi desanglar. Xo'p, main.txt ichiga mana bu this is test degan ma'lumotni yozyapmiz. Xo'p, endi enter tugmasini bosib, mana ls deb yozganimda endi hech narsa o'zgarmadi. Biz cat komandasi orqali main.txt o'qishimiz, ko'rishimiz mumkin edi. Mana bu yerdagi this is a test ma'lumoti main.txt ichiga o'tdi, mana ko'chirildi. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana shu belgi buni ichiga yozib beradi. Endi qaranglar, echo dedim. This is not a test dedim. Bu test emas dedim, ya'ni. Xo'p, endi echo komandasini yozib, this is not a test deyapman va bu belgi orqali main.txt deb yozyapman va cat orqali main.txt ichini o'qib olyapman. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. This is not a test deb buni chiqarib beryapti. Bundan oldingi yozgan ma'lumotimizni bu komanda o'chirib yuboryapti. Ko'rishingiz mumkin. Endi ikkala ma'lumotni ham birdaniga qanaqa yozamiz desanglar, hozir shuni ko'rib chiqamiz. Xo'p, endi echo deb this is a test deb yozib main.txt ichiga shu ma'lumotni yozib oldik. Mana cat orqali o'qishimiz mumkin. Mana hozir bundan oldingi this is not a test o'chib ketdi-da, this is a test yozildi. Endi hozir ikkala ma'lumotni ham o'chirmasdan qanaqa yozishda sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bu yerda echo deymizda this is not a test deb yozib olamiz. Xo'p, endi mana bu belgidan ikkita qo'yib qo'yamizda main.txt qilamiz. Cat komandasi orqali main.txt ning ichini o'qiganimizda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda this is a test, this is a not test deb turib ikkala ma'lumotni ham chiqarib beryapti. Ikkalasini ham o'chirib yubormasdan. Xo'p, sizlar bilan bularni ko'rib chiqdik. Endi keyingi ko'radigan mavzumiz searching and text manipulation bo'ladi. Xo'p, searching and manipulationga nima kiradi desanglar, xo'p, bizda grep komandasi bor, set bor, cat bor, mana shular bor. Hozir sizlar bilan mana shularni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bizda com komandasi ham bor. Kelinglar biz birinchi grep komandasini ko'ramiz. Xo'p, birinchi ko'radigan komandamiz grep. Men qilib olamizda grep deb yozamiz. Bu yerda mana descriptionlarini chiqarib beryapti. Grep deyapti, option patterns file deyapti. Bu yerdan o'qib o'zingizlar to'liq tanishib chiqishingiz mumkin. Xo'p, buni o'rganib chiqishingiz uchun sizlar regular expressions degan mavzuda o'rganib chiqishingiz kerak. Buni men tushuntirib bermayman, chunki buni o'zingizlar mustaqil o'rganishingiz kerak, research qilishingiz kerak, tadqiqot o'tkazishingiz kerak. Buning uchun Google ga kirib olamizda regular expressions Linux deb yozib qidiramiz. Bu yerdagi o'sha bittagina maqolani o'qib chiqsanglar kifoya qiladi. Xo'p, endi nano orqali main.txt ichiga kirib olib turib, bu yerga ma'lumotlar yozaylik. Misol uchun Instagram bahridan YouTube channel deb turib, hozir shu ma'lumotlar yozib to'ldirib chiqamiz. Endi shu ma'lumotlarni saqlab turib chiqib ketamiz va cat main.txt qilganimizda ko'rishingiz mumkin. Biz hozir yozgan
ma'lumotlarimiz saqlanib bu yerda chiqarib beryapti. Endi grep deb yozib, qo'sh tirnoq ichida B harfini yozib main text qilaman. Grep o'zi nima qiladi desanglar, biror bir faylning ichida aniq bir ma'lumotni qidiradi. Hozir biz bu buyrug'imiz orqali, grep orqali main text faylning ichida B harfida o'sha ma'lumotlarni chiqarib topib beryapmiz. Bu yerda hozir Bahriddin 99 ichida B bor ekan, YouTube ichida B bor ekan. Endi kelinglar, boshqasini ham ko'rib ko'ramiz. Grep deb yozdimda, mana A harfini main text faylning ichida qidir dedim. Bu yerda mana ko'rishinglar mumkin, qizilda belgilab chiqarib bergan. Shuncha ma'lumotning ichida A harfi qatnashgan ekan. Kelinglar, bu yerda mana D deb yozib ko'ramiz. Mana bu D ham bu yerda faqat Bahriddin 99 da, keyin To'rsto'r akademiyada ichida bor ekan. Kelinglar, mana Ch deb qidirib ham ko'ramiz. Chni ham grep Ch main text deb yozamiz. Bu yerda faqat channelning ichidagi Ch deyla bu ma'lumot bor ekan. Grepda biz hozir ko'rib chiqdik, shularda ishlatdik. Amaliyot jarayonida biz grepni to'liqroq ko'rib chiqamiz yana. Endi qaranglar, ls deb turib chiziqcha la/user/bin deymizda, user papkasining ichidagi bin fayliga kiramiz. Buni grafik ham ko'rishinglar mumkin. Mana enter tugmasini bosganimda bu yerda bir qancha ma'lumotlarni chiqarib beryapti, ko'rishinglar mumkin. Bu yerda mana ko'rishinglar mumkin, juda ko'p har xil fayllar, papkalar bor. Mana ko'rishinglar mumkin, bu yerda juda ham ko'p ma'lumotlar bor, papkalar bor. Boya aytib o'tganimdek, juda ham ko'p to'lib ketgan. Endi bu yerdan biror bir ma'lumotni qidirmoqchiman men. Bu har bittasini bittama-bitta o'qib chiqmayman-ku, qarab turib. Shunga hozir qanaqa topishni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Biz shuncha ma'lumotning ichidan biz zip qatnashgan papka yoki faylni qidirishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz desanglar, ls chiziqcha la bosh joy tashlab turib /user/bin deymizda, mana shu belgini qo'yib turib, grep deb yozib, zip deb qidiramiz, enter tugmasini bosamiz. Mana ko'rishinglar mumkin, bizga o'sha zip fayllarda zip qatnashgan ma'lumotlarni chiqarib berdi. Boya ko'rganimizda bu yerda juda ham ko'p ma'lumot bor edi, endi faqat bizga kerakli o'sha zip fayllarni chiqarib berdi. Endi bu yerda nima qilyapti desanglar, grep orqali zip deb yozyapmizda, mana buni ichidan zipni qidir deyapmiz bu komandada. Yana bir marta qaytaraman. Mana shu user bin papkasining ichidan zipni qidir deyapmiz grep fayl orqali. Tushunmasanglar izohlarda yozinglar, to'liqroq tushuntirishga harakat qilaman. Xo'p, bizda endi set degan komanda bor. Bu nima qiladi desanglar, bu biror bir ma'lumotni o'zgartirish uchun ishlatiladi. Xo'p, endi misol uchun echo deb olamiz va qo'sh tirnoq ichida this is a test deb yozamiz. Keyin joy tashab, mana bu chiziqcha belgisidan foydalanib set komandasini yozamiz. Yana joy tashab, qo'sh tirnoq ichida s deymizda, bu s dan foydalanishimiz kerak. Slash deymiz, yana a, keyin yana slash va a not deb slash qo'yib, qo'sh tirnoqni yopib, enter tugmasini bosamiz. Xo'p, mana bu yerda ko'rishinglar mumkin, this is a test degan ma'lumot bor edi. Endi bu set komandasi orqali mana bu this is a test stringini ichidagi, xo'p, o'sha this is a test ichidagi stringda mana bu a ni, s degani bu string, mana bu a ni keyingi notga o'zgartir deyapmiz. Shunda bizda this is a not test deb chiqarib beryapti. Xo'p, endi sizlar bilan cut komandasini ko'rib chiqamiz. Xo'p, endi echo deymiz va qo'sh tirnoq ichida
I hack binaries, web apps, mobile apps and just about anything else deb yozamiz va mana bu chiziqcha, keyin cat chiziqcha, ya'ni dash f 2 yana dash bu o'sha minus chiziqcha d deb yozamiz va qo'sh tirnoqchi vergul deb turib enter tugmasini bosamiz. Endi bu yerda nima qildik desanglar, mana bu yerda echo deb I hack binaries, web apps, mobile apps and just about anything else dedik. Xo'p, endi cat deb yozyapmiz. Bu catni f degan parametri bor. Bu f degan parametrga aytyapmiz, ikkinchi qatordan qidirgan. Keyin nima bilan ajratib olaylik desak, bu d parametrini belgilaymizda va nima bilan ajratib olishini ko'rsatish uchun qo'sh tirnoq ichida biz vergul bilan ajratib ol dedik. Mana bizga o'sha birinchi verguldan keyingisi bu ikkinchi vergulda web apps bor. O'shaning uchun bizga web appsni chiqarib berdi. Xo'p, sizlar bilan catni ham ko'rib chiqdik. Xo'p, endi sizlar bilan keyingi ko'radigan narsamiz com bilan div. Hozir kichkina misollar bilan hozir sizlarga shularni ko'rsatib beraman. Xo'p, bizga buning uchun nano scan a.txt kerak bo'ladi. Xo'p, biz bu yerga endi IP adreslarni yozib chiqamiz. 192.168.1.1 bu o'sha ko'p ishlatiladigan IP ma'nolar. Misol tariqasida hozir sizlarga tushuntirish uchun yozib chiqyapman bularni. Xo'p, biz scan a.txt ga ma'lumotlarimiz, IP manzillarimizni yozib oldik. Endi buni cat orqali ko'rishimiz mumkin. Mana endi men noto'g'ri yozib qo'ygan ekanman, shuning uchun hozir to'g'rilab qo'ydim. Endi nano deb turib scan b.txt ichiga yana IP manzillarni yozib chiqamiz. Hozir yozib olay, to'liq nimaga yozganimni tushuntiraman. Xo'p, endi com nima qiladi desalar, bu ikkita faylda compare qiladi. Xo'p, bu yerda com komandasini ishlatib hozir sizlar bilan ko'ramiz. Com dedim va scan a va scan b deb turib enter tugmasini bosdim. Mana hozir ikkalasini compare qilganimizda, ya'ni compare degani solishtirish, taqqoslash degani, mana bular bir xil chiqdi. Bu yoqqa ajratib qo'yganimiz bu bir xil chiqmagan, alohidasi bu. Mana bu yoqda turgani, alohida turgani, bunisi har xil chiqdi. Bularni atay o'zim tashlab ketgan edim yozayotganda. Xo'p, endi sizlar bilan div komandasini ko'rib chiqamiz. Buni men deb turib div deb qidirsak, bu yerda hamma parametrlari bor. O'zingizlar ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Biz asosan ishlatiladigan ikkita parametrini ko'rib chiqamiz. Bulardan bittasi C, bittasi U. Xo'p, endi div deymizda dash chiziqcha C va scan a.txt va scan b.txt deb yozib enter tugmasini bosamiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu buni comdan deyarli farqi yo'q. Bu faqat biroz advancedroq yuqoriroq chiqarib beradi. Ranglari o'zgargan bu yoqda ko'rishinglar mumkin. Xo'p, bu yerda divda u komanda u parametrini ham ishlatib ko'rishimiz mumkin. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu ham biroz boshqacharoq chiqarib berdi. Xo'p, endi sizlar bilan bugun Linux file management, piping in redirection, searching in manipulation mavzularini ko'rib chiqdik. Hammaga rahmat. Tushunmagan joylar bo'lsa, izohlarda yozishinglar mumkin.